Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Demak, fizikada ma'lumotlashtirilayotgan darslarimizni davom ettiramiz. Demak, siz bilan Fizika o'z kanali. Aytib o'tganimizdek, fizikadan o'sha nazariy mavzular berib boriladi. Ularga taalluqli bo'lgan masalalar, misollarni ishlash uchun va ularning video yechimini tomosha qilish uchun fizika.ustoz.com veb saytiga ulanishingiz kerak. Bu veb sayt pullik tizimda ishlaydi. Bu veb sayt haqida ma'lumot olish uchun Telegram orqali bizga murojaat qilsangiz umumiy ma'lumotlar beriladi. Demak, yangi mavzuni nazariy qismi bilan tanishamiz. Bugun biz notekis harakatda o'rtacha tezlik degan mavzuni o'tamiz. Demak, tekis harakat mavzularini tanishdik. Tekis harakatda tezlik o'zgarmasligi kerak edi. Endi notekis harakatda esa tezligi o'zgaradi. O'sha ma'lum bir oralikda ma'lum bir tezlik bilan keyingi oralikda boshqa bir tezlik bilan harakatlanadi. Demak, o'sha holatda tezlik o'zgaruvchan bo'lgani uchun bu notekis harakat, u vaqt oraliqlarida yurgan yo'llari ham turlicha bo'ladi. Xo'sh, o'rtacha tezlik nima? Notekis harakatda o'rtacha tezlik jism bosib o'tgan yo'lining shu yo'lni bosib o'tishga ketgan vaqtga nisbati bilan aniqlanadi. Demak, o'rtacha tezlikni topish uchun o'sha berilgan vaqt oralig'ida yurilgan yo'llarini mana T1 vaqt oralig'ida qandaydir S1 masofa yuryapti. T2 vaqt oralig'ida esa yurgan yo'li qandaydir S2 ga teng bo'lyapti. S3 hamda T3 qandaydir Tn oralig'ida yurgan yo'li Sn bo'lyapti. Demak, umumiysini topish uchun umumiy yo'lni umumiy vaqtga bo'lamiz. Demak, o'sha holatda o'rtacha tezlik kelib chiqadi. Demak, tezlikning birligi metr taqsim sekund. Eslab qolishimiz kerak, o'rtacha tezlik skalyar kattalik, skalyar skalyar kattalik, ya'ni faqat son qiymat bilan aniqlanadi, yo'nalishga ega emas, chunki bu o'sha aytib o'tganimizdek umumiy yo'lning v o'rtacha, demak, umumiy yo'lning umumiy vaqtga nisbati bilan aniqlanadi. Umumiy holat uchun demak, skalyar kattalik tezlik o'zi vektor kattaligida, o'rtacha tezlik esa skalyar kattalik hisoblanadi. Asosiy qoidalardan biri bu. Demak, o'rtacha tezlik formulasiga e'tibor qaratamiz. O'sha vaqt oraliqlarida, masalan, 1 sekund, birinchi sekundda 5 metr yurdi, ikkinchi sekundda 10 metr, uchinchi sekundda 15 metr. O'sha hammasini qo'shib umumiy yo'lni umumiy vaqtga bo'lsak, butun yo'l davomida kelib chiqqan o'rtacha tezlik kelib chiqadi. Masalan, Toshkentdan Samarqandgacha 400 kilometr bo'lsa, o'rtacha 400 kilometr masofani 4 soatda bosib o'tsa, umumiy xulosada aytadi, o'rtacha 400 ni 4 ga bo'lganimizda 100 kilometr taqsim soat kelib chiqadi. Soatiga 100 kilometr tezlik bilan yuribman deydi, lekin aslida unaqa emas. Chunki yo'lning ma'lum bir vaqt oralig'ida tezligi yuqori, ma'lum vaqt oralig'ida tezligi past. Svetoforda masalan to'xtab turgan bo'lishi mumkin. Demak, umumiy yo'lni topish uchun o'sha har bir vaqt oralig'ida berilgan masofalar qo'shib chiqiladi. Demak, S teng umumiy o'rtacha tezlikni vaqtga ko'paytirsak ham umumiy yo'l kelib chiqadi. Endi yo'l S masofa bo'lgani uchun yo'lni birligi biz bilamiz, yo'lni birligi metr hisoblanadi, asosiy birligi. Xo'sh. Endi masalalarda keladigan holatga e'tibor qaratamiz. Eng asosiy joylardan biri hisoblanadi. O'rtacha tezlik bo'yicha masalalarda keladigan holatlarga e'tibor qaratamiz. Birinchi holat mana. Demak, o'rtacha tezlik nima desa, o'sha umumiy yo'lning umumiy vaqtga nisbati bilan aniqlanadigan kattalik o'rtacha tezlik. Tezlik bo'lgandan keyin birligi metr taqsim sekund. Mana bu yerda umumiy qoidasi berilyapti. O'sha vaqt bo'yicha kelgan masalalarda quyidagi holatlarda kelishi mumkin. Demak, e'tiborli bilamiz. Demak, biz mashina harakatlanyapti. Ma'lum bir masofani belgilangan vaqtning yarmida bosib o'tdi. Masalan, Toshkentdan Samarqandgacha yoki Jizzaxdan Samarqandgacha 100 kilometr bo'lsa, o'sha 100 kilometr masofani men 1 soatda bosib o'tmoqchiman. 1 soatda bosib o'tmoqchiman.
O'sha vaqtning yarmida, ya'ni yarim soatda boringki men 60 km yo'l yurdim. Keyin o'sha birinchi oraliqda qandaydir tezligim v1 bo'lgan bo'lsa, keyingi oraliqda tezligimni o'zgartirdim. Tezligim qandaydir v2 bo'ldi. Umumiy yo'l 100 km bo'lgani uchun bizda qolyapti 40 km. Qolgan 40 km masofani, demak, yana qolgan vaqt, ya'ni qolgan vaqtning yarmida. Umumiy men belgilagan vaqt 1 soat edi. O'sha 1 soatning yarmida 60 km yuryapman, 1 soatning yarmida 40 km yuryapman. Ya'ni umumiy holat uchun oladigan bo'lsak, vaqti bir xil, lekin yo'llari har xil. O'sha holatda o'rtacha tezlik qanday topiladi desa, demak, yozamiz, umumiy formulaga qo'yamiz. Mana S umumiy v o'rtacha S umumiy taqsim T umumiy bo'ladi. Ya'ni v o'rtacha, mana bu yerda yozyapman, mana v o'rtacha S umumiy yo'l ikkita qismga ajratilgani uchun S1 plus S2, umumiy vaqt 1 soat bo'lgani uchun T deb qo'yaman. S1 ni yozamiz. V1 ko'paytirilgan T taqsim 2 bo'ladi. S2 miz V2 ko'paygan mana. V1 T1, V2 T2, ikkalasining o'rniga ham T taqsim 2 ni qo'yib umumiy T ga bo'lganimizda bizda mana bu ko'rinishdagi formula kelib chiqadi. Ya'ni vaqting 2 ga bo'linsa, o'rtacha tezligini topish uchun vaqt teng bo'lganda faqat tezliklarni qo'shib 2 ga bo'lamiz. Endi keyingi ikkinchi holat vaqt teng bo'lmasa, masalan, o'sha masofani 100 km masofani, ya'ni Jizzaxdan Samarqandgacha bo'lgan masofani men 1 soatda bosib o'tmoqchiman, lekin o'shaning 3dan biri, ya'ni 1 soatning 3dan biri minutga aylantirsam boringki 20 minut. 20 minutda qandaydir v1 tezlik bilan harakatlandim. Endi umumiy vaqt 1 soat bo'lishi uchun menda 40 minut vaqt qolyapti. O'sha 40 minutda esa qandaydir v2 tezlik bilan harakatlandim. Ikki qismda vaqtlar bir-biridan 2 martaga farq qilyapti. Mana birinchi qismda t taqsim 3, ikkinchi qismda 2 t taqsim 3. O'rtachasini topish uchun nima qilamiz desa, ya'ni S umumiy taqsim T umumiy bo'ladi. S umumiyni S1 plus S2 taqsim T ko'rinishda yozamiz. S1 ni ochamiz. S1 ni shunda nima deb ochamiz desa, S1imiz V1 ko'paytirilgan T1 bo'ladi. S2chi desa, S2 V2 ko'paytirilgan T2 bo'ladi. Mana bu yerda berilgan vaqtning qiymatlarini qo'yib, umumiy maxrajdagi T ga bo'ladigan bo'lsak, demak, o'sha vaqt masalasida kelgan keyingi holatda umumiy o'rtacha tezlik formulasi quyidagicha, ya'ni V1 teng 2 V2 taqsim V1 plus 2 V2 taqsim 3. Ya'ni yo'lning 3dan birini T taqsim 3da yuryapti. Vaqtning. Demak, qandaydir S1 yo'lni vaqtning 3dan birida yuryapti. S2 yo'lni esa vaqtning 3dan 2 qismida yurdi. Vaqtning 3dan biri, vaqtning 3dan 2 qismida shuncha yo'l yurdi desa yoki tezligi shunaqa bo'ldi deganda, demak, mana shu formuladan foydalanib o'rtacha tezligini topamiz. Keyingi uchinchi holat, demak, o'sha umumiy vaqtni T deb belgilayapman. Masalan, o'sha Jizzax, Samarqand oralig'idagi masofa 100 km bo'lsa, men 1 soat masofada bormoqchiman. Endi 1 soatning 4dan biri 15 minut bo'ladi. O'sha 15 minutda qandaydir v1 tezlik bilan harakatlandim. Qolgan endi 1 soat bo'lishi uchun menda 45 minut qolyapti. 45 minutni esa v2 tezlik bilan harakatlandim. Ya'ni umumiy vaqti shuning 4dan birini v1 tezlik bilan, qolgan qismini esa v2 tezlik bilan bosib o'tdik. Endi o'rtachasini topish uchun nima qilamiz desa, umumiy yo'lni umumiy vaqtga bo'lamiz. Umumiy yo'l S1 plus S2 taqsim T bo'ladi. S1 ni ochamiz. V1 ko'paygan T1, S2 ni esa V2 ko'paygan T2. O'rniga qo'yib soddalashtirsak, mana shu S1 V1 ko'paytirilgan T1 bo'ladi. Mana bu S2 V2 ko'paygan T2 bo'ladi. Mana bu yerda yozamiz, mana S1 V1 ko'paytirilgan T1, S2 V2 ko'paytirilgan T2 ko'rinishda yoziladi va formulani soddalashtirsak, formula shu ko'rinishga keladi. Bu o'rtacha tezlikni topish. Xulosa, umumiy holat uchun har doim mana bu formula ishlaydi. Qanaqa nisbatda berilishidan qat'iy nazar, vaqt bo'yicha kelgan masalalarda yo'lni yig'indi ko'rinishda yozamiz. Yo'lni yig'indi ko'rinishda yozish degani nima desa, mana bunday bo'ladi. Mana, demak, masalan, o'sha vaqt 3 qismga ajratilgan bo'lsa, v o'rtacha
S umumiyni o'rniga mana S umumiy taqsim umumiy vaqt. T umumiy bo'ladi. Endi S umumiy nimaga teng bo'ladi desa, S1 plus S2 plus 3 qismga ajratilgan bo'lsa S3 taqsim umumiy vaqt T bo'ladi. Endi yo'l o'sha boshqa holatda ham kelishi mumkin. Masalan, vaqt ikki qismga ajratilgan bo'lsa, v o'rtacha S umumiy taqsim T umumiy bo'ladi. S umumiyimiz shunda S1 plus S2 taqsim umumiy vaqt T ga teng bo'ladi. Demak, shu yerdan o'rtacha tezlikni topishimiz mumkin. Bu vaqt bo'yicha kelgan masalalar edi. Keyingi holat bilan tanishamiz. Keyingi holatda, ya'ni quyidagi ko'rinishda kelishi mumkin. Ikkinchi qismi, demak, o'rtacha tezlik masalalari yo'l bo'yicha kelganda qanday topiladi desa, quyidagi formulalardan foydalangan holatda topamiz. Demak, o'sha bizda masalada aytadi, yo'lning deydi, yarmini qandaydir v1 tezlik bilan t1 vaqtda yurdi deydi. Qolgan yarmini deydi, ya'ni o'sha yo'lning yarmini s taqsim 2 ni esa qandaydir t2 vaqt bilan yurdi, o'rtacha tezligini toping deydi. O'sha holatda nima qilamiz desa, yana v o'rtacha s umumiy taqsim t umumiy bo'ladi. Umumiy yo'l e'tibor qilayotgan bo'lsak, umumiy yo'limiz s ga teng bo'lyapti. S taqsim 2 s taqsim 2 bo'lgani uchun umumiy vaqtimiz esa t1 plus t2 bo'ladi. T1 ni topadigan bo'lsak, ya'ni T1 ni qanday topamiz desa, S1 teng V1 ko'paytirilgan T1 bo'ladi. S2 esa V2 ko'paytirilgan T2 bo'ladi. Mana shu yerdan T1 va T2 ni topib, mana bular o'rniga qo'yib, umumiy maxraj berib soddalashtirsak, bizda mana bu formula hosil bo'ladi. Ikkita V1 V2 taqsim V1 plus V2 degan formula. Bu yo'l tengiga bo'linganda o'rtacha tezlikni topish formulasi. Keyingi ikkinchi holat, yo'lning 3dan 1ida V1 tezlik bilan, qolgan 3dan 2 qismida esa V2 tezlik bilan harakatlandi. Endi mana bu yerga yozib olamiz. Yo'lning 3dan 1 degani uchun S taqsim 3 teng bo'ladi. V1 tezlik bilan T1 vaqt sarflayapti. Qolgan qismi 2s taqsim 3 uchun esa V2 tezlik bilan T2 vaqt sarflayapti. Shu yerdan T1 va T2 ni topamiz va o'rniga qo'yib, mana bu yerga olib borib qo'yib, S taqsim T umumiy ko'rinishda yozib soddalashtirsak, quyidagi formula hosil bo'ladi. 3ta V1 V2 taqsim 2ta V2 plus 2ta V1 plus V2 degan formula hosil bo'ladi. Masalalarda keladigan eng ko'p formulalardan biri hisoblanadi. O'sha qismga e'tibor qaratishimiz kerak. Mana yo'lning 3dan 1ida vaqt T1 bo'lyapti. Yo'lning 3dan 2 qismida vaqt T2 bo'lyapti. Vaqt teng bo'linishi shart emas. Mana bunday qismlarga ajratish shart emas. Vaqtning qanday berilayotganini bu yerda ahamiyati yo'q bizga. Yo'l bo'yicha berilgan masalada vaqt yig'indi ko'rinishda yoziladi. Farqi yo'q u. Qanaqa t taqsim 3 mi, 2 t taqsim 3 mi, uni yozib o'tirmaymiz. Keyingisi yo'lning 4dan 1ida V1 tezlik bilan mana bu yerga yozamiz. S taqsim 4 teng V1 ko'paytirilgan T1 bo'ladi. Yo'lning qolgan qismi endi umumiy yo'l S bo'lgani uchun 3S taqsim 4 teng V2 ko'paytirilgan T2. Demak, shu yerdan T1 ni topamiz, bunisidan T2 ni topamiz. Hamda mana bu formulaga olib kelib qo'ysak, V o'rtacha S taqsim T1 plus T2 degan formulaga qo'ysak, bizda quyidagi formula hosil bo'ladi. 4ta V1 V2 taqsim 3ta V1 plus V2 degan formula hosil bo'ladi. Qolgan nisbatlarda ham xuddi shunday formula keltiriladi. Umumiy holat uchun mana formula berilgan. Yo'lning n dan 1 qismi 1 taqsim n qismida V1 bo'lsa, qolgan qismi n minus 1 taqsim n qismida V2 tezlik bilan harakatlangan bo'lsa, umumiy o'rtacha tezlikni topish formulasi. Yoki qisqacha qilib yozish mumkin. Agar yo'l bo'yicha kelgan masalalarda mana V o'rtacha yozaman. Umumiy yo'l har doim s ga teng bo'ladi. Vaqt necha qismga ajralganligiga qarab yozasiz. T1 masalan 2 qismga ajralgan bo'lsa, T1 plus T2. 3 qismga ajralgan bo'lsa, T3 ham qo'shiladi. Mana bu yerdan T1 topiladi. Bu yerdan T2 topiladi. O'sha S bilan V ga bog'lanib qoladi. Olib borib qo'yib soddalashtirsak, mana bu S'lar qisqarib ketadi.
Faqat v ga bog'liqlik tenglama hosil bo'ladi. Mana yo'lning 3dan birida v1 tezlik, yo'lning 3dan birida v2 tezlik, yo'lning 3dan birida v3 tezlik. Teng 3 ga bo'linganda o'rtacha tezlikni topish formulasi. Demak, umumiy qilib aytganimizda o'rtacha tezlik masalalarda kelishi mumkin bo'lgan holatlar vaqt teng 2 ga bo'lingan holat yoki yo'l bo'yicha, vaqt bo'yicha beriladigan masalalar bor, yo'l bo'yicha beriladigan masalalar bor. Eng asosiy qismi shu bo'ladi. Demak, o'sha jumlani o'qiyotganda e'tiborli bo'lishimiz kerak. O'zi aytadi, vaqtning shuncha qismida, yo'lning shunday qismida shunaqa tezlik bilan harakatlandi. Butun yo'ldagi o'rtacha tezlikni toping degan jumlalar ishlatiladi. Demak, o'rtacha tezlik mavzusi bilan qisqacha tanishib chiqdik. Hammaga rahmat. Bizni kuzatib borishda davom eting. Kimda kim veb-saytimizga o'sha pullik testlarimizga obuna bo'lmoqchi bo'lsa, bizga Telegram orqali murojaat qilishi mumkin. Hammaga rahmat.